Mana yetti pirlarimizdan uchinchilari Vobkent tumanida Fag'naviy hazratlarini ziyoratgohiga mana yetib keldik. Mehmonlar uchun mana mehmonxona ham qurib qo'yibdi. Mana bog'roqlar. Eski ishlar ham bu yerda nazorat qilib turar ekan. Tartib saqlab. Mana bu turistlar kelgan. Transport ekan. Mana bu yer shu Fag'naviy hazratlarini ziyoratgohlarini kirish joyi. Mana Xo'ja Mahmud Anjir Fag'naviy me'moriy majmuasi ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana eshiklaridan kirdik mana shu. Mana bu yer mana kirish joylari ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ye, qayerdan? Nepaldan. Men Dang'araliman. Baraka. Sen o'qirama yuringlar. Xo'p. Ana bu mushkambarlar Arabistondan kelganmi? Kim buni savdogarlar? Mushkambarlar. Qayerdan kelgan deyapman? Madinadan kelganmi, Makkadan kelgan? Shu yoqdan hammasi keladi, bizda nima bo'ladi? Qaytishda ko'ramiz, yuring. Qaytishda bo'lmasa. Umrachilar olib keladi-da, savdogarlar. Mana bu ichki ko'rinishi ekan. Mana bog'roqlarda qilib qo'yibdi. Bu yer ham ancha sakina tushgan shinam joy ekan. Chiroyli ekan. Fag'naviy bobomizni ziyoratgohi. Ana yerdagi qurilishni nima qilyapti ekan? Masjid quryaptimi? Masjidga o'xshaydi gumbazidan. Kim solih amal qilsa o'ziga foyda, kim yomonlik qilsa o'ziga zarar. Robbing bandalarga zulm qiluvchi emas. Fusilat surasining 46-oyat ekan ana. Haq gap. Ana bog'larni ham juda chiroyli qilib qo'yibdi. Fag'naviy bobomizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Xuddi boyagi joyga o'xshagan bu yerda ham qabriston bor ekan. Shu yerga dafn qilingan ekanda, keyin bu yerga tegilmaganda demak, mana bu yerga masjid qurilishini boshlabdi mana. Mana bu minora ekan, azon aytayotgan. Mana bu yerda o'tirganlar ota bolalar. Islomxon bilan Kamolxonlar, ha? Alloh rozi bo'lsin, ziyoratlaringni Alloh qabul qilsin, ha? Mana bu yer ham juda sakinasi behad ko'p shinam joy ekan mana.
Mana ziyoratchilar ham kelib ziyorat qilib ketyapti ekan. Assalomu alaykum. Assalom. Yo'q, bularchida yo'q. Nimami deyman bular? Mana ziyoratchilarimiz. Qo'qonlikka o'xshaydi bular. Qo'qonlikka o'xshaydi. Tak, mana bu yer qanaqa joy bu? Qabrlari bo'lsa Qur'on o'qiymiz. Bo'ldi qaytaveramiz. Ha? Qurslarga ochamiz. Bu yerda ochmaysizmi? Bir tarixini o'qiganman men. Ochib bering, bir 3-4 oyat Qur'on o'qiyin. Alloh rozi bo'lsin Fag'naviy bobomizdan. Ilohiy qudrat egalarida bular. Bular Qo'qonlikmikan? Bular Toshkentdan ekan. Toshkentdanmikan? Kiyimlari bizni Qo'qonga o'xshadi-da. Endi mumkin Qo'qonlik ham bilishi mumkin. Asos Toshkentdan kelyaptilar. Ichki ishlar kuzatib yuribdi-yu, bizni Qo'qondagi onaxon. Nimami deyman-da? Mana bu Fag'naviy bobomizda qabrlar ekan. Assalomu alaykum ahli qabr. Alloh rozi bo'lsin bu zotlardan. Yo bismillahirrohmanirrohim.